Barchaga assalomu alaykum. Meni ko'rib turgan Rossiya Federatsiyasida yurgan, musofirlikda yurgan aka-ukalar, joninglar omonmi? Bugun qilaman, erta qilaman, oyligimni olsam обязательно borib topshiraman deb o'ylanib yurgan hoji akalar. Mana shunaqa mashinalarni, shunaqa kalchalarni ko'tarib, baxt salonlashib qo'y. Ko'ryapsizlarmi? 220 ming, 200 ming oyliklarni shaqillatib, toqillatib olaman desalaring, rossiyskiy pravani tez o'nglar. O'tkir akani atmetga qilaman. Eng ishonarli, aldamaydigan, haq halol, ishlaringni chiroyli, konkretni bitirib beradigan odam O'tkir aka bo'ladi. Ham shunaqa joylarda ishlaysizlar, ham shunaqa joylarda bemalol miyaga dam berib, kayf qilib yurasizlar. Ham ish, ham dam degan joyi shunaqa bo'ladi, короче. O'tkir akaga murojaat qilaverasizlar, ishlaringni chotki qilib bitirib beradi.